O'zbekistonning ko'pkari bo'yicha terma jamoasi 3-Butunjahon ko'chmanchi xalqlar o'yinlarida ko'pkari bo'yicha amaldagi jahon chempioni bo'lgan Qozog'iston jamoasini yarim finalda 5-4 hisobida yengib, finalga yo'llanma oldi. O'yinlarning ko'pkari bo'yicha musobaqalari finalida birinchi o'rin uchun O'zbekiston va Qirg'iziston jamoalari kuch sinashadi. Qozog'iston esa Rossiya bilan 3-o'rin uchun ot solishadi. Ko'pkari bo'yicha musobaqalarda jami 11 jamoa ishtirok etgan. O'yinning birinchi bosqichida ustunlik qilib kelayotgan Qozog'iston jamoasining keyingi bosqichlarda O'zbekiston jamoasiga yutila boshlaganini ko'pkari bo'yicha mutaxassislar va Qirg'iz terma jamoasi a'zolari o'yin toza bo'lmadi, qozoq jamoasi negadir o'zbeklarga yutilib berdi deb baholadilar. O'yin tugaganidan so'ng an'anaga zid ravishda xalq duosini olmay maydonni tark etgan Qozog'iston terma jamoasi bu boradagi savollarga javob berishni istamadi. Biroq O'zbekiston terma jamoasining chavandozi Izbosor Azimov o'yin toza bo'lmadi degan iddaolarni rad etdi. Qozog'iston haqiqatan kuchli tayyorlangandi. O'zbekiston yutib, Qirg'izistonni ham yutishga harakat qilgandi. Endi bu avvalambor nasib. Nasib qilmasa hech kim hech narsa bo'la olmaydi. O'zbekiston bolalari hammasi kuchli bolalar. 3-Butunjahon ko'chmanchi xalqlar o'yinlarida 7-sentyabr holatiga ko'ra O'zbekiston sport delegatsiyasi 3 oltin, 5 kumush, 17 bronza, jami 25 medalga egalik qilib, 77 davlat orasida 7-o'rinda bormoqda. O'zbekistondan oldingi o'rinlarni Qirg'iziston, Rossiya, Qozog'iston, Turkmaniston, Vengriya va Eron egallab turibdi. Butunjahon ko'chmanchi xalqlar o'yinlarida ishtirok etayotgan O'zbekiston sport delegatsiyasi jami 76 kishidan iborat. O'zbek sportchilari 13 ta sport turi bo'yicha bellashadi. O'zbek delegatsiyasiga jismoniy tarbiya va sport vaziri Dilmurod Nabiyev rahbarlik qilmoqda. 2014-yildan beri har 2 yilda bir marta Qirg'izistonda o'tkazilib kelingan mazkur o'yinlarda O'zbekiston rasman birinchi marta ishtirok etayotir. Qirg'izistonning Cho'lpon-Ota shahrida 2-sentyabr kuni boshlangan va 8-sentyabrda yakunlanadigan ushbu o'yinlarda 50 ta sport turi bo'yicha 500 dan ortiq komplekt medallar jamlanmasi o'ynaladi. O'yinlarda dunyoning 77 ta davlatidan kelgan 1500 dan ko'proq sportchi ishtirok etmoqda.